Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi vakillari, akademiya professor o'qituvchilari va kursantlar ishtirokida akademik va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ayni uchrashuv tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Kino filmlaridek super qobiliyatga ega bo'lmasa ham jasoratda ulardan o'tadi. Bular kim deysizmi? Ular favqulodda vaziyatlar xizmatlari xodimlari. Inson huquqlari milliy markazi direktori o'z nutqida yoshlarni sabr, qat'iyat bilan ilmga intilishga chaqirdi. Muvaffaqiyatga erishish faqat mehnat bilan bo'lishini ta'kidladi. U inson qadri ustuvor tamoyilga asoslangan yangi O'zbekiston bunyod etilayotganini aytdi. Bunday uchrashuvlar bizning intellektual va ma'naviy salohiyatimizni oshirishda, ular kabi vatanparvar inson yetuk bo'lib yetishishimizda albatta katta o'rin tutadi. Albatta, davra suhbati qizg'in tarzda olib borilishi bilan bir qatorda barcha o'zi uchun qiziqtirgan savollardan ustozdan javoblarni oldik. Tadbir davomida markaz tomonidan akademiyaning axborot resurs markaziga 200 dan ortiq kitob sovg'a qilindi. Shuningdek, Milliy markaz va Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi o'rtasida yuridik sohada hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu memorandumni imzolashdan maqsad o'sha markaz bo'yicha aloqani yaqindan o'rnatish va u yerdagi mutaxassislarni akademiyaga jalb qilib, o'quv faoliyati jarayonida dars mashg'ulotlarda ulardan demak huquqqa oid, inson huquqlariga oid demak bilimlarni o'sha bolalarimizga, bizning ya'ni kursantlarimizga yetkazish va ushbu kursantlarimiz olgan bilimlaridan kelajakda foydalanish iboratdir. Uchrashuv samimiy, ochiq muloqot va savol-javoblar ruhida o'tdi. Markaz rahbari tarafidan faxriy mehmonlar kitobiga ezgu tilaklar yozib qoldirildi.